Zamonaviy dunyo tobora raqamlashtirilayotgan bu jarayon esa nafaqat imkoniyatlar, balki yangi tahdidlar va huquqbuzarliklar turlarini ham vujudga keltirmoqda. Ana shunday sharoitda huquqni muhofaza qilish organlarining ham tezkor, ham ilmiy yondashuvlari har qachongidan ham dolzarb ahamiyat kasb etadi. Shu maqsadda Bosh prokuratura huzuridagi Huquqni muhofaza qilish akademiyasida raqamli transformatsiya davrida huquqni muhofaza qilish faoliyati sohasida zamonaviy chaqiriqlar va tahdidlar mavzusida xalqaro ilmiy amaliy konferensiya bo'lib o'tdi. Muxbirimiz Oloyorxon Hasanov atroflicha so'z yuritmoqchi. Zamonaviy jinoyatchilik avvalgidek kuch ishlatish bilan emas, balki algoritmlar, sun'iy intellekt va internetda iz qoldirmaslik orqali sodir etilmoqda. Tadbirda senatorlar, jamoatchilik vakillari, huquqni muhofaza etuvchi organlar mas'ullari va bir qator xorijiy davlatlardan kelgan ekspertlar ishtirok etmoqda. Hozirgi dunyo tez o'zgarib bormoqda. Kundalik faoliyatimiz ta'limdan tortib bank xizmatlari va xaridlargacha tobora onlayn maydonga ko'chmoqda. Shu sababli qonunchilik ham raqamli muhitga moslashishi zarur. Chunki inson huquqlari va manfaatlari raqamli sohada ham himoyalanishi kerak. Biz bugun aynan shu masalada bosh qotirdik. Konferensiyada raqamli izlar orqali jinoyatni fosh etish, sun'iy intellektdan foydalanish va shaxsiy ma'lumotlarni himoya qilish kabi muhim yo'nalishlar muhokama qilindi. Biz Britaniya elchixonasi sifatida Huquqni muhofaza qilish organlari akademiyasi bilan juda yaqin hamkorlik qilamiz. Bu juda muhim muassasa, chunki O'zbekistondagi butun tizim bo'ylab huquqni muhofaza qiluvchi xodimlarni tayyorlashdagi roli nihoyatda ahamiyatli. Biz bu ishni nafaqat akademiyaning o'zi bilan, balki Yevropa Ittifoqi va Qo'shma Shtatlar bilan hamkorlikda amalga oshiryapmiz. Biz prokurorlar hamda tergovchilar uchun ham treninglar o'tkazdik. Ayniqsa xalqaro ekspertlarning ishtiroki raqamli jinoyatchilikka qarshi kurashishda tajriba almashish va o'zaro hamkorlikni mustahkamlashga xizmat qilmoqda. Raqamli texnologiyalar hayotimizga chuqur kirib kelishi bilan juda ko'p zamonaviy chaqiriqlar mavjud. Biz hozir O'zbekistonda ushbu yo'nalishda tashrif bilan bo'lib turibmiz. Bu noqonuniy moliyaviy oqimlarni, xususan raqamli faoliyat ortida yashiringanlarni o'lchash bo'yicha statistik salohiyatni oshirishga qaratilgan. Umid qilamizki, ushbu tadbirimiz nafaqat O'zbekiston, balki akademiya xodimlari uchun ham katta foyda keltiradi. Axborot xavfsizligi faqat IT mutaxassislarining emas, balki zamonaviy tergovchi, prokuror va sudyalarning ham asosiy quroliga aylanishi kerak, chunki raqamli jinoyatlar orasida hamon odamlar va jabrlanuvchilar turibdi. Oloyorxon Hasanov, Shahzod Karimov, Rahmon Zaripov, Ovoz informatsion dasturi uchun.